Annyeonghaseyo 여러분. Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun biz sizlar bilan Sovulde 1Adan 3-mavzu grammatikalarni ko'rib chiqamiz. Sovulde 1A 3-mavzuda 4 ta grammatika berilgan. Birinchisi ayo, birinchisi ayo, oyo, heyo grammatikasi. Keyin ilri, eso, an. Mana shu 4 ta grammatikani ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda birinchi grammatika bu ayo, oyo, heyo grammatikasi. Ayo, oyo, heyo grammatikasi. Bu grammatika ayapman deb tarjima qilinadi. Ya'ni hozirgi holatda biror bir ish harakatini qilayotganingizni ayapman, qilayapman holatida ishlatsangiz bo'ladi. Bu asosan fe'lga qo'shiladi. Fe'l va sifatga ham qo'shilishligi mumkin bo'ladi. Sifatga qo'shiladi. Biz bilamiz, so'z turkumlari bor. Ot, sifat, sifat va fe'l so'z turkumi bor. Ot, sifat va fe'l so'z turkumi bor. Shunda fe'l va sifat da, ya'ni moq bilan tugaydi. Moq bilan tugaydi. Ot esa moq bilan tugamaydi. Xuddi shuning uchun biz unga ida grammatikasini qo'shgan holda moq qo'shimchasini qo'shamiz. Demak, otga ida qo'shimchasini qo'shilib, ya'ni iyeyo, yeyoni qo'shib norasmiy hozirgi zamonga keltirsak, sifat va fe'lga ko'rib turganingizdek ayo, oyo, heyoni qo'shib hozirgi zamon norasmiy shakliga, norasmiy holatiga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Ayo, oyo, heyo grammatikasi bu fe'l va sifatga qo'shiladi. Ayapman deb tarjima qilinadi. Yuqorida aytib ketdim, sifat va fe'llar oxiri moq bilan tugallanadi. O'zbek tilida faqatgina fe'llar, nima qilmoq, bormoq, kelmoq holatida faqatgina fe'llar moq bilan tugaydi. Sifat esa chiroylik yokida baland, past holatida sifat moq bilan tugamaydi. Lekin koreys tilida esa sifatlar ham moq bilan tugashligi mumkin bo'ladi. Va sifatlar ham moq bilan tugaydi, albatta 100%ga. Hop, ko'rib chiqamiz qanaqa holatda tugashligi mumkinligini. Misol uchun fe'l da bormoq demoqchi bo'lsak, da, bu yerdagi da moq qo'shimchasi. Ko'rmoq, da, bu yerdagi da moq qo'shimchasi. Sifatga keladigan bo'lsak, sifat ham moq bilan tugallanadi. Misol uchun yepi da qo'shimchasi moq. Kichkina deydigan bo'lsak, chak ta holatida moq qo'shimchasi bilan tugallanishligi mumkin bo'ladi. Demak, otlar moq bilan tugallanmaydi. Xuddi shuning uchun ida grammatikasini qo'shib biz moqqa aylantirib va uni iyeyo, yeyoga almashtiramiz. Xo'p, sifat va fe'llar doim koreys tilida da qo'shimchasi bilan, ya'ni moq qo'shimchasi bilan tugallanishligi mumkin bo'ladi. Endi ko'rib chiqamiz ayo, oyo, heyo grammatikasini. Birinchi o'rinda bu qanday grammatika? Shuni bilib olamiz, ana undan keyin qo'shilishligini ko'ramiz. Xo'p, fe'lga qo'shiladi. Norasmiy hozirgi zamon grammatikasi hisoblanadi. Bug'undagi unliga qarab o'zgaradi. Ya'ni bug'unda unli qaysi harfligiga qarab o'zgarishi mumkin bo'ladi. Bir necha holatlarda ishlatiladi. Birinchi holati hozirgi holatda bo'layotgan ish yoki odatga aylangan ishni aytilganda ishlatiladi. Misol uchun, "Chiqim mohe, hozir nima qilyapsan?" desa, "Ovqat yeyapman." Hozir shu ishni qilayotganingiz, yeyayotganingizni aytishingiz mumkin yoki "Shu kunlarda nima qilyapsan?" deydigan bo'lsa, shu kunlarda undong heyo, sport bilan shug'ullanyapman. Ayni hozirgi paytda va shu kunlarda odatga aylangan holatda ishlatilishi mumkin. Ayapman shaklida. Va ikkinchi holatda yaqin yoki oddiy kelasi zamonni bildiradi. Misol uchun, "Pap mo'g'illang, hali ovqat yemadingiz, sizni ovqatga chaqirishyapti. Ovqat yeysanmi?" Ha, yeyman. Aman shaklida ishlatiladi. Ha, yeyman shaklida. Ne, mogoyo.
Ha, yeyman. Ayni hozirgi holatda ne yeyapman emas, kelasi zamonda ha, yeyman holatida tarjima qilinadi. Kelasi zamon bu uzoq kelasi zamon emas, o'sha tez orada bajariladigan ishga nisbatan aman shaklida ishlatilishi mumkin bo'ladi. Va keyingi holatda oddiy buyruq, iltimos shaklida ham ishlatilishi mumkin. Misol uchun, biror narsani qiling, boring yoki qilib bering holatida iltimos shaklida. Pabil mogoyo, ovqatni yeng yoki ovqatni ye shaklida ishlatishimiz mumkin. O'zgarmas fakt va haqiqatlarni aytayotganimizda ham ishlatamiz. Misol uchun, u azaldan yaxshi bo'lishi mumkin. Yoki aytishimiz mumkin, u azaldan sport bilan shug'ullanadi, adi shaklida ishlatilishi mumkin. Bu ham aman deb tarjima qilinadi. Hop, endi buni ishlatilish holatini ko'rib chiqdingizlar bilan. Hop, ishlatilish holatini ko'rib chiqdik. Endi qo'shilishini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Qanaqa holatda qo'shiladi? Buni qo'shilishi juda ham muhim, o'rganib olishinglar. Hop, birinchi holatda ayo bo'lib qo'shiladi. Ayo. Qaysi holatda ayo bo'lib qo'shilishi mumkin bo'ladi? Qachonki dadan oldingi bo'g'indagi unli a va o harflari bo'lganda ayo bo'lib qo'shilishiga mumkin bo'ladi. Da moq bo'lsa, moqdan oldingi, dadan oldingi bo'g'inda a va o bo'g'inlari, unli harflari bo'lsa, demak u ayo bo'lib qo'shilishligi mumkin bo'ladi. Misol uchun ko'rib chiqamiz. Endi ayol bo'lib qo'shilish holatini ham 3 turi bor va qanaqa holatlarda qo'shilishligini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Birinchi holat yopiq bo'g'inga qo'shilganda ayo holatida qo'shiladi. Ya'ni yopiq bo'g'in deydigan bo'lsak, pastda patchimi bor. Bo'g'in oxiri undosh harf bilan tugaydigan fe'llar. Dadan oldingi bo'g'in undosh bilan tugaydigan, ya'ni patchim bilan tugaydigan fe'l yoki sifatga qo'shilganda ayo bo'lib qo'shilishligi mumkin bo'ladi. Misol uchun, anta deydigan bo'lsak, anta bu o'tirmoq. Bu yerdagi da qo'shimchasi moq qo'shimchasi. An o'tir, da tushib ketadi va ayapman, ayo qo'shiladi. Anjayo shaklida. Anjayo shaklida. Bo'g'in oxirida undosh bo'lganligi uchun ayoni shundoq o'zi yopishyapti. Anjayo shaklida yopishyapti. Keyingisini ko'ramiz. Patta. Patta, pastda patta. Dadan oldingi bo'g'in a unli harfi va bo'g'in oxiri undosh harf bilan tugayapti. Da chiqib ketadi, moq qo'shimchasi va padayo holatida qo'shiladi. Patta, padayo. Patta olmoq bo'lsa, padayo olyapman shaklda. Keyingisi salda. Salda yashayapman. Salda da tushadi, ya'ni moq tushib ketadi va uni o'rniga ayapman. Ayo qo'shiladi. Sarayo, sarayo bo'lib qo'shiladi. Ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz endi. Ochiq bo'g'in a bo'lgan holatda bitta a tushib qoladi. Ya'ni dadan oldingi bo'g'in ochiq bo'g'in bo'lgan holatda, ya'ni bo'g'in oxiri undosh bilan tugamagan holatda, patchimi bo'lmagan holatda ikkita a bir-biriga teng kelib qolganda ikkita ani teng yozish mumkin emas. Misol uchun, kada bo'lsa da tushib qolib ka a yo bo'lishi mumkin emas. Xuddi shuning uchun mana bu yerdagi a tushib qoladi. Kada kayo shaklida qo'shiladi. Kada kayo shaklida qo'shiladi. Chada bo'lsa da tushadi va chayo shakliga keladi. Mannada uchrashmoq, moq qo'sh tushib ketadi va mannayo bo'ladi. Kinnada moq tushib ketadi va kinnayo shakli hosil bo'ladi. Endi 3-holatni ko'ramiz. Ochiq bo'g'in u bo'lgan holatda, ya'ni bo'g'in ochiq bo'g'in va u bilan tugayapti. Bunaqa holatda biz bilamiz u va
a qo'shilib va diftonini hosil qiladi. U bilan ani teng aytganimizda va hosil bo'ladi, va diftoni hosil bo'ladi. Xuddi shu yerda ham o'da kelmoq bo'lsa, o dadan oldingi bo'g'inda patchimi yo'q va u o bilan tugayapti. Da tushadi va unga ayapman qo'shiladi. U bilan a yopishib va diftonini hosil qiladi. O'dagi ayo qo'shilib oayo emas, vayo shakliga keladi. Puda bo'lsa ko'rmoq, da moq tushadi va payo shakliga keladi. Demak, qanday qo'shilishligini ko'rib oldik, ayo holatini. Endi oyo holatini qanday qo'shilishligini ko'rib chiqamiz. Qachon oyo bo'lib qo'shiladi? Qachon oyo bo'lib qo'shiladi? Oyo bo'lib qo'shilishlik holati dadan oldingi bo'g'inda, dadan oldingi bo'g'inda, dadan oldingi bo'g'inda a va o'dan boshqa unlilar, a va o emas, undan boshqa unlilar bo'lgan holatda oyo bo'lib qo'shilishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni a bilan a va bu dadan oldingi bo'g'inda a o bo'lgan holatda ayo bo'lib qo'shilardi. Endi dadan oldingi bo'g'inda a va o'dan boshqa unlilar bo'lgan holatda oyo bo'lib qo'shilishligi mumkin bo'ladi. Endi buni ham har xil holatda qo'shiladi. Birinchi holatda yopiq bo'g'inga qo'shilganda o'zgarishsiz oyo bo'lib qo'shiladi. Ya'ni yopiq bo'g'in oxiri undosh bo'lgan dadan oldingi bo'g'in, misol uchun dadan oldingi bo'g'in undosh bilan tugayapti. Va bunday bo'lsa da tushadi va oyoni xuddi o'z shakli qo'shiladi. Dadan oldingi bo'g'in a va o'dan boshqa unlik va patchim bilan tugayapti. Bunday holatda oyo shunday yopishadi. Misol uchun ikkita bo'ladigan bo'lsa, ilgoyo shakliga keladi. Oyo shunday yopishadi dani o'rniga. Moqta bo'lsa, moqta, yemoq, moq, pastda patchim bor va da tushib qoladi. Mogoyo shakliga keladi. Bu yerda itta keyingisi itta kiymoq, iboyo, iboyo kiyayapman shakliga keladi. Da tushib oyo shunday yopishadi. Pastda patchim bo'lgan holatda, yopiq bo'lgan holatda esinglardan chiqarmaylar. Ikkinchi holatni ko'ramiz. Ochiq bo'g'in o yoki yo bo'lgan holatda oyodagi o tushib qoladi. Ochiq bo'g'in, misol uchun dadan oldingi bo'g'in ochiq bo'g'in bo'lib, u o yoki yo harflari bo'lgan holatda oyodagi o tushib qoladi. Oyodagi o tushib qoladi. Ya'ni qanaqa holatda ko'rib chiqamiz. Misol uchun da moq bo'lsa, dadan oldingi bo'g'in ochiq bo'g'in va u harfi kelyapti. Xuddi shuning uchun mana bu yerdagi o tushib qoladi. Poneyo yoki ponoyo emas, poneyo shakli hosil bo'ladi. Chineda dadan oldingi bo'g'in bilan tugayapti va chineyoga o'zgaryapti. Soda o bo'lib kelyapti, soda. Demak, da tushadi va unga soyo shakli hosil bo'ladi. Kyoda da tushadi, kyoyo. Xuddi shunaqa holatda o'zgarishi mumkin bo'ladi. Uchinchi holatni ko'ramiz. Uchinchi holat. Ochiq bo'g'in u bo'lganda u va o birlashib vo diftonini hosil qiladi. U va o birlashib vo diftonini hosil qiladi. Ya'ni ko'rib chiqamiz. Misol uchun PUda bo'lib kelyapti. PUda dadan oldingi bo'g'in ochiq bo'g'in, ya'ni bo'g'in oxiri unli bilan tugayapti. U bilan tugayapti. Da tushadi va unga u bilan o birlashib u bilan oni teng aytadigan bo'lsak, vo diftoni hosil bo'ladi. Pevoyo shakliga keladi. Ya'ni PUdadagi mana dumaloq bitasi tushib qoladi va ikkitasi birlashib pevoyo shakliga keladi. Chudada ham bir xil da tushadi va u bilan o birlashib chuoyo holatiga keladi. Pakkuda da tushadi, u bilan tugayapti va u pakkuoyo shakliga keladi. Pakkuoyo shakliga keladi. To'rtinchi holatni ko'ramiz. Bo'g'inda i bo'lganda
bo'lganda i va o qo'shilib yo hosil qiladi. I va o qo'shilib yoni hosil qiladi. Misol uchun ko'rib chiqamiz. I va o qo'shiladi. I va o qo'shiladi va yoni hosil qiladi. Misol uchun mashida, mashida, shi, i ochiq bo'g'in i bilan tugayapti. Da tushadi, moq tushadi va mashi oyo emas, mashoyo shakliga keladi. Mashoyo shakliga keladi. Kidarida kutmoq bo'lsa, da tushadi va kidaryoyo shakliga keladi. Kidarida da tushadi va o bilan i qo'shilib yo hosil qilib kidaryoyo shakliga keladi. Keyingisi heyojida, heyojida da tushadi, heyojoyo shakliga keladi. Demak, oyoni qo'shilish holatini ham ko'rib chiqdik. Endi heyo bo'lib hadaga qo'shilish holatini ko'rib chiqamiz. Qaysi holatda heyo bo'lib kelishi mumkin? Yoki yo bo'lib kelishi mumkin. Yo bo'lib kelishi ham mumkin bo'ladi. Qachonki hadaga qo'shilganda asl holati yo bo'lib qo'shiladi. Misol uchun hadaga qo'shilganda yo bo'lib qo'shiladi. Faqatgina bu kitoblarda shunaqa holat kelishi mumkin bo'ladi. Yo bo'lib keladi, lekin asosan buni qisqartirilgan shakli yo shakli ko'pincha ishlatiladi. Misol uchun malhada bo'lsa, o'zi aslida bo'lishi kerak malhayoyo shaklida bo'lishi kerak bo'ladi, lekin malheyo shaklida ishlatiladi. Kungbu hada bo'lsa, kungbu heyo. Chona hada bo'lsa, chona heyo. Yoheng hada bo'lsa, yoheng heyo holatida ishlatilishi mumkin bo'ladi. Xuddi shu tartibda qo'shiladi. Birinchi o'chirib olamiz. Qoidasini albatta yozib keting. Videoni bitada tushunmasligingiz aniq. Xuddi shuning uchun qayta-qayta o'qishga harakat, qayta-qayta ko'rishga harakat qiling. Xo'p, endi pastda misollarni ko'ramiz. Misol uchun anta bo'lib kelyapti. Anta. Pastda patchim bor va u dadan oldingi bo'g'in ayo holatida kelyapti. Dadan oldingi bo'g'in bo'g'inda a kelyapti. Biz a va u bo'lgan holatda ayo qo'shiladi deb aytgan edik. Xuddi shuning uchun anjayo shakliga keladi. Anta o'tirmoq, moq tushadi. Anjayo o'tirayapman. Salda yashamoq, bo'g'in oxiri patchimi bor va u sarayo yashayapman. Kada bormoq, moq tushadi va dadan oldingi bo'g'in patchimsiz kelgan. Ya'ni bo'g'in oxiri unli harf bilan kelgan. Xuddi shuning uchun kayo bo'lib qo'shiladi. Ya'ni ayodagi bitta a tushib qoladi. Ikkita a qo'shilishi mumkin bo'lmaganligi uchun. Mannada bo'lsa da tushadi, moq tushadi va u mannayo shakliga keladi. Keyingi holatni ko'ramiz. O'da. O'da da tushadi. O'da kelmoq, moq tushadi. Kel ayapman. U bilan a yopishib vayo diftomni hosil qiladi. Endi oyo bo'lib qo'shilish holatini misolda ko'ramiz. Xo'p, ilkta bo'lsa, ilkta. Oyo bo'lib qo'shilish qachon oyo bo'lib qo'shiladi? Qachonki i, o, u, yo boshqa unlilar bo'lgan. O va o'dan boshqa unlilar bo'lgan holatda yo bo'lib qo'shiladi. Misol uchun ilkta bo'ladi, u patchim bilan tugayapti. Xuddi shuning uchun oyoni o'zi qo'shiladi. Ilkta
ta tushadi. Ilkta moq tushadi. O'qimoq, moq tushdi va ilg'oyo o'qiyapman shakliga o'zgaradi. Konneda bo'lgan holatda yo'qni o'zi qo'shiladi. Konneda chiqarmoq, moq tushadi va konneyo shakliga keladi. Soda turmoq, moq tushadi va soyo turayapman shakliga keladi. Ikkita o birlashib, bitta o tushib qoladi. PUda da tushadi va bu ochiq bo'g'in bo'lganligi uchun PUda da tushib tevoyo shakliga kelyapti. O'rganyapman. Mashida ichmoq, bu I va ochiq bo'g'in. Mashoyo ichayapman holatiga keldi. Endi hada bo'lgan holatini ham bir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Birinchi malhada, gapirmoq, mareyo gapirayapman shakliga keldi. Hadada heyo bo'lib keladi. Hayoyo bo'lib ishlatilishi ham mumkin. Chonahada telefon qilmoq, moq tushadi va chonaheyo shakliga keladi. Undonhada sport bilan shug'ullanmoq, undonheyo shakliga keladi. Ilhada moq tushadi va ireyo ishlayapman holatiga keladi. Sukchehada uyga vazifa bajarmoq, moq tushadi va sukcheheyo shakliga keladi. Endi misollarni ko'rib chiqamiz. Endi aynan shu grammatikaga oid misollarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Yuji는 지금 hozir 친구를 만나요. Do'sti bilan uchrashyapti. Bu mannada fe'lini o'zgarishidan hosil bo'lyapti. Mannadadagi da tushib, uni o'rniga ayo bo'lib yopishyapti. Mannayo uchrashyapti. Nana kinoni 봐요 ko'rayapti. Bu qaysi fe'l bo'ladi? Po'da fe'li bo'ladi. Po'da ko'rmoqdagi moq tushadi va ayapman. Ayo qo'shiladi. Payo holatiga keladi. Keyingi misolni ko'ramiz. 공부해요 o'qiyapsanmi? Heyo orqada ko'ramiz. Ne, 공부해요. Ha, o'qiyapman, o'rganyapman. Bu hada fe'lini o'zgarishidan da tushadi va heyo shakliga keladi. Qilmoq. Julia'nın 책을 읽어요 bo'lib kelyapti. Ilgoyo bo'lsa ilkta o'qimoqdagi moq tushib, uni o'rniga ilgoyo bo'lib yopishyapti. Keyingi misolni ko'ramiz. Steven Shi 한국어를 koreys tilini 배워요 o'rganayapti. Demak, bu yerda 배우다 o'rganmoqdagi moq tushib va uni o'rni pevoyo shakliga o'zgarib kelyapti. Demak, bu grammatika ozgina kengroq berilgan grammatika bo'lganligi uchun aynan shu grammatikani bittada tushuna olmagan bo'lishingiz mumkin. Xuddi shuning uchun shu grammatikani qayta ko'ring. Qayta ko'rib tushunishga harakat qiling. Misollarni albatta birgalikda bajarib boring. Misollarni bajarganimizdagina biz shu grammatikani o'zimizniki qila olamiz. Nafaqat yozma tarzda, gapirganimizda ham shu grammatikani ishlata olish qobiliyatiga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Bu eng asosiy grammatikalardan bittasi bo'lganligi uchun albatta o'rganishingiz shart bo'ladi. 그러면 여러분, 다음 시간에서 만나요. 안녕.